Sürgünde Şarkı Türkistan hareketining eng yuqori tashkiloti bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa Germaniyadagi Myunxen shahrida o'tkazilgan 59-navbatlik dunyo bexatarlik yig'iniga qatnashdi. Yuqori darajalik rahbarlar qatnashgan yig'inda so'z qilganligi mo'ljallangan Dolqun Aysa Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yig'inga taklif qilinganligiga inkas qaytarib, Rossiya tajovuzchi, Eron mustabid bo'lsa, undaqda Xitoy demokratiyani qo'g'daydigan davlatmi? Xitoy mustabid hokimiyat bu dunyodagi bexatarlik va tinchlikning eng chong tahdidi dedi. Dolqun Aysa Erkin Osiyo radiosiga bu yig'in haqida so'z qilganda mundaq dedi. Men bu yil Myunxen bexatarlik yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi sifatida tunji qitim rasmiy holda qatnashyapman. Men bu ahvoldan intayin xushalman. Agar menga kelgusidagi yig'inlarda so'zlash fursati berilsa, men albatta Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni kun tartibga ilib kelaman. Amerika Davlat ishlar katibi Antony Blinken va Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Qahramon Maraşni markaz qilgan yer tavrashning ta'siriga uchragan rayonlarda tekshirish ilib berish uchun Xitoyga bordi. Yer tavrash rayonida havodan tekshirish ilib borgan Blinken Twitterda bayonot e'lon qildi. Turkiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti va Amerika bilan bo'lgan strategik mexanizmini ta'kidlagan Blinken hozirgacha ta'minlangan 85 million dollar yordamdan boshqa Turkiya va Suriyaga 100 million dollar insonparvarlik yordami beradiganligini e'lon qildi. Xitoy Kommunist Partiyasi Markaziy Tashqi Munosabatlar Komitetining mudiri Wang Yi Yevropa Ittifoqini yer sharining muqimligi uchun Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Wang Germaniyada o'tkazilgan 59-navbatlik Myunxen bexatarlik yig'inining bir qismi sifatida Yevropa Ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosiy yuqori darajalik vakili Josep Borrell bilan ko'rishgan. Amerika Davlat ishlar katibi Antony Blinken Xitoyning Ukraina urushi uchun Rossiyani qurol va o'q-dori bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Blinken CBS xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Xitoy shirkatlari allaburun Rossiyani qirg'uvchi bo'lmagan yordam bilan ta'minlayapti. Ammo yangi uchurlarda Beijingning qirg'uvchi qurollar bilan ta'minlaydiganligini ko'rsatildi. Blinken ogohlantirib mundaq dedi. Agar Xitoy Rossiyaga Ukraina uchun qurol-yarog' va o'q-dori bersa, bu Xitoyga og'ir oqibat olib keladi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimatsu Germaniyada o'tkazilgan 59-navbatlik Myunxen bexatarlik yig'inining bir qismi sifatida o'tkazilgan endi Tinch okeandagi kuch tamponligini saqlash temasidagi yig'inda qilgan so'zida davlatining 2-dunyo urushidan keyingi eng og'ir va murakkab bexatarlik muhitiga duch kelayotganligini aytdi. Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bomba siniqi va Yaponiya atrofidagi dengiz tavalligi harbiy faoliyatlarning kunsiri kuchayayotganligiga ishorat qilgan Hayashi Sharq Osiyoning bexatarlik muhitiga bo'lgan andisini o'tirg'a qo'ydi. Gollandiya hukumati bir qism Rossiya diplomatlarining istixborot xodimi deb qaralganligi uchun qo'llab chiqarilganligini va Gollandiyaning Peterburgdagi bosh konsulxonasining taqildiganligini e'lon qildi. Hukumat organ to'g'rida e'lon qilingan bayonotda ikki davlatning diplomatik amaldorlarni o'zaro avatish masalasidagi suhbatning muvaffaqiyatli bo'lmaganligi o'tirg'a qo'yildi.